Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Urganch shahrimizning markazida Mehrabad elini doğrusunda Uralga yaqin yerda Dehqon bozoram dim yaqin 5 qavatli domimizda 4-qavatında 2 xona eshigimizdan bir eshik. Ichida ham doполнительный taxta eshik ham bor ekan. Xonalar alohida bismillah deb video obzorimizni boshlasak. Giraversh prixojimiz shunday keng tushgan. Bu yerda prixoj uchun mebel qo'ysanizlar bo'ladi. Tak, sanuzel hojatxonasi ham отдельный. O'ng qo'limizda zal joylashgan, devorlarimiz fonda akkuratniy döşenib turibdi. To'g'ri olib ijaraga odam qo'yib bersangizlar ham bo'ladi, yashatsa ham bo'ladi. Registr bu yerdan o'rnatilgan. Chap tomonimizda spalni bo'ladi. Spalnilar qo'yilgan ekan, shkaf, tremolar bor. Konditsioner ham qo'yilgan. Kotyolna ega yurtdoshlar. Hojatxona. Yuvanxonasi, suv, gaz, svetlardan muammo yo'q. Kotol o'rnatilgan. Berimiz o'zi asli oshxona bo'lgan bo'ladi. Bu yerni bir deskixona qilsangizlar ham bo'ladi. Xolodilnik ham qoladi ekan. Restoran qo'yilgan. Kuxnini 2 metr 6 metrlik veranda chiqarib qo'yibdilar. Bu yerni tapchan qilib, tengda bu qo'yadigan mesta qilib qo'yibdilar ekan. Gaz plitamiz bor, ichishkamiz bor, yurtdoshlar. Aytganimdek, tochkamiz zo'r yerda joylashgan. Dehqon bozoram yaqin Uralganing yanında Mehrabad elini doğrusunda. Bahosini aytadigan bo'lsak 340 million so'm yurtdoshlar. Ekrandagi nomerlarga chiqaverasizlar. Sog'lom bo'linglar, ishlaringiz omadli.